Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, Angus ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Namangan tumani Yuksalshdamiz, akalar. Sotiladigan Angus buqalarimiz bor. Shular qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib beramiz, akalar. Bu firmaga kirishdan oldin mashalloh deb qo'ying degan yozuvlar bor ekan. Mashalloh deb qo'yinglar. Haqiqatan akalar, mashalloh. Mana buqalarni qarang. Mana shu buqalarni qo'ldan kelgancha hozir ma'lumotini shu G'ofurjon ukamizdan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. G'ofurjon, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sog'lomisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Bugunga nechta sotiladigan buqalarimiz bor? 40 tadan ko'proq, 45 ta bor-da. Havas qilganlarda xonadonda mana shunaqa buqalardan to'lib tursin. Faqat Angusmi? Hammasi Angus ha. Akalar, laykni maksimal darajada bosib turamiz. Mana layk. Mana shu yerda padlitsa degan joyi bor. Padlitsa qilib chorvador gruppalarga jo'natib qo'yamiz. Buqalarda mana qarichlab o'lchab qo'ygan bo'lsak, o'ta katta buqalar. Bir boshdan ko'rsatib ketaveramiz, akalar. Mana buqalarni qayerdan olib kelgansizlar buqalar? Xo'p, bizga shu Rossiyadan kirib kelganda. O'zlaring olib kelgansizlarmi yo olgansizlarmi olib kelganlar? Tanish orqali olib kirtirganmiz. O'zi asli Rossiyaga ham Angliyadan kelgan deyishgan. Bular Aberdeen Angus, hurmatli obunachilar. Buqalar aksariyati kurakchini buzgan. Hammasi kurakchini buzgan, lekin birantasi bog'lovga tushmagan ekan. Eng asosiysi. Bularni yemishlari qanaqa boqilyapti? Mana shu holatda? Ha, shu holatda kuchli yem yemagan. Hali kuchli yem berib boqmadik. Alohida bog'lovga tashab boqilmagan, lekin mana u yelkalar ochilib zo'r, ko'z tegmasin. U yoqqa o'tish iloji bormi? Ha. Bo'ldi, yuraveringchi. Jonivorlar qarang. Buqalarda havas qilganlar xonadonda to'lib tursin akalar. Mana buqalar. Beshga mana. 45 bosh dedingizmi? Ha. Suzmaydimi? Yo'q, suzmaydi. Yuvosh, ha? Hammasi yuvosh. Tomonlarda ham bor. Buni haydayar sheriklar bormi? Bunday haydasinchi? Ha. Akalar, bu taraflarda hozir chiqarib bir boshdan ko'rsatamiz. Ustida mana uni haydab ularda kelishib qolsak, dastavkalarini qilib berasizlarmi yo'qmi? Yo'q, biz dastavka qilib berishga vaqtimiz yetmadi aka. Biz uni hobbi uchun boqqanmiz asli. Biz o'zimizning ishimiz adenda boshqa ish. Akalar, katta boshlig'imiz hobbilarga boqqanlar, qiziqib. Akalar, gap yo'q. Videoni narxini aytish muhim emas, hozir tezda narxini aytsak ham bo'ladi, lekin bu buqalarni bir tomosha qilmasdan narxini eshitishga shoshilmang akalar. Buqalarni omma havasga boqibdi. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Mana bu yerdagi sizlarga yozuvni ko'rsatib qo'ying. Akalar mana. Mashalloh deb yozib qo'yinglar akalar. Odam havas qilmasdan iloji yo'q-da. Yotishlarini qarang. Jonivorlarni. Bo'lib tursa hamma xonadonda buqalar. Go'zal. Faqat go'zal. Bularni endi kelishib qolsak, qanday sotamiz uni? Oyoqbey sotamizmi, taroziga sotamizmi? Kelishsa, xudo xolisa oyoqqa ham, taroziga ham beraveramiz. Ha, kelishaveramiz. Yurgiziraylikchi. Ularni endi oyoqqa bo'lsa aytishdan oldin ular kilolarni aytaydi. Necha kilodan necha kilogacha buqalar bor? Bu yerda toptamaganmiz aka, xudo xolisa 700-800 kilo baland chiqadi deb turibmiz, umid qilyapmiz. O'zimiz lekin tortib ko'rilmagan. Yo'q, tortib bir bozorga qo'yib ko'rilmagan. Haydavoring. Bu akalarda to'g'risi bozorga chiqib, mol yetalab, boqib, sotgani imkoniyati yo'q. Shu holatda mana chaqirib bizga aytayapti. Qassob akalar bo'lsa, bemalol kelib mana shu yerda ustida taroziga ham, oyoqqa ham bemalol kelishib sotadigan. Aka, yurgizavering bir arqalardan. Shunday ko'rsatib qo'ying. Tezroq yurgizavringlar mana. Gap yo'q. Soni 45 bosh. Oyoqqa nech puldan nech pulgacha aytamiz? Endi oyoqqa
40 million baland bo'lsa kerak deb. Endi o'zimizcha hisob kitob qilyapmiz. Baribir bozor olib sotarlar yoki ha, bozor hal qiladi. Aha. Haydorsin. Hop. Qani, eng baland narx necha puldan? Eng baland narx endi Baland narxini aytamiz. Bu yerga endi kelib, ko'rib, ustida savdo qiladigan. Buqalar 42 million deyapmiz endi. Bu baribir bu o'zimiz anaqa bo'yicha aytilayotgan narxda. Aytilayotgan narx. Endi bu yerda katta, kichkina har xil holatda. Mana bu yerda mana kichkinalar bor. Bular hammasi bir partiya kelganmi? Ha, bir partiya kelgan Bir partiya. Sizni taxminingizcha oldi necha kilo chiqadi? Oldi 800 kilo baland, 900 kilogacha ham bor. Uni ko'ryapsizmi? Uni kattani ashla. Ko'rsatay, ko'taring. Manulari ham qarang, orqalari ham вообще keng, katta. Lekin anguslarni qarang, haqiqatan. Birontasining shoqi yo'q lekin. Suzishmaydi, yuvoshmi? Mana mashi ham katta ekan aka. Bular hali rosmana yem yegan yo'ding. Yo'q, kuchli yem yemagan hali. Kuchli ratsionda boqilmagan. Yo'q. Kamerani katta qilib oldingizmi deyishlari mumkin, lekin mana ularni ko'ring. Kameraga sig'mayapti bu qo'llar. Havas qildik akalar, mana bu qo'llar. Taroziga kelishib qolsak necha pul aytadi? Mana ko'ringlar. Mashalloh, mana go'zal. Mana mashlar 900 kilo baland chiqadi deb turmiz, xudo xolasa. Endi baribir tarozi. Ha, tarozi hal qiladi. Narxlar aytilgani bilan akalar kelib, ustida savdolashib ko'rsangiz bu boshqa narsa. Buqalarga lekin oshiq bo'lib qolasizlar. Mana endi tish tashyapti ekan mana shu buqa. Bitta tish chiqaribdi, bitta tishini tashyapti. Qo'yil gardonlarni ham qarang aka. Hop, buqalar o'ta yog'siz holatda semirgan ekan, akalar. Mana. Bitta mana bunaqa avlikulga o'xshagandan bor ekanda. Ho. Like bosmaganlarga deb ketyapti-yu. Ha, gap yo'q. Taroziga ham aytib qo'yingchi aka. Taroziga endi aka 52 deyapmiz. Xo'p, kelishamiz, xudo xolasa, baribir biz aytgan bo'lmadi. Ustida savdo bo'ladi baribir. Salkam yarim metr o'tib ketdi orqa tarafi akalar. 52 mingdan taroziga. Ko'proq olsa necha puldan bo'ladi endi? Yengilroq qilib beramiz. Lekin mana bunaqa kichkinalar ham bor. Boqaman degan akalar bo'lsa, mana shunaqa kichkinalar ham bor. 500 kilo tepa masha. Ha, xudo xolasa. Mashalar ham 500 kilo tepa hisob qilib olishga. Mana. Buni hammasini ko'rsatib, bari bir xil ekanda. Ha. Qaysini qorasini so'radingizmi angusda deb? O'zi hammasi qora ekanda. Ha. Bularni rangidan ajratib, screenshot qilib tashlayotmanglar akalar. Kelib ko'rib olganga yetmaydi. Chunki hammasi qora. Buni nomerlarini aytib chiqsa vaqt ketib qoladi. 52 mingdan optimga olaman deganlarga necha puldan qilib beramiz? Kelishamiz, xudo xolasa, iloji boricha yengilroq qilib beramiz. Murosa qilamiz, ha? Ha, murosa qilamiz. Murosaga ko'nadigan odamlar biz boshliqlarimiz ham. Mana qarang, katta kengligini orqalari ham. 900 kilo. Ha, endi manuni qaraymiz. Mana akalar. Mashalloh, ko'z tegmasin. Lekin o'zi ancha bo'ladi bunaqa katta partiyadagi, katta og'ir vazndagi buqalarni ko'rmaganimizga. Bozorlarda ham ancha bo'ladi bunaqa katta bir xil partiyada. Hoy. O'ynab ham beradi o'zi bular. Gap yo'q. Bo'ldi. Ular qaysarlantirmang baribir. Menga qarang, bular hammasi bir kelganmi? Ha, bir kelgan. Oh. Yuravering endi. Sekin yer tepinishni boshlagandan keyin sekin chiqib ketaveramiz bunday qilib. Dastlabkasi yo'q ekan akalar. Ehtiyot, endi buncha buqani so'yib olishga ham kelsa bo'ladimi? So'yib olishga endi so'ragandan o'zi yo'qda, biz elchi, biz so'rab qo'yamiz. Masalan, so'yib olsa qancha bo'ladi? Endi masalan kelgan odam bunaqasiga ham so'rab qo'ying. Ya faqat tirik vazn bilan oyoqqa. Tirik vazn bilan oyoqqa. Biz aka aytamiz-ku, yo'qsan buni
ikkitalab, uchtalab bozorga olib chiqib sotsak ham bo'ladi. Bizga unga vaqtimiz yetmaydi. Biz o'zi ishimiz boshqa, kasbimiz boshqa. Bu yerda bu videoga qo'yayotganimiz sabab o'sha vaqtimiz yetmaganligidan, ishchi sonimiz kamligidan. O'shaning uchun qo'yamiz videoga. Yo'qsa buni ikkitalab bozorga olib chiqib sotsak ham bo'ladi. Havasga, ha? Ha, ushlab turib, tepasida pulini sanab olib. Buni qarang. Hali bozor oldi buqalarni olib chiqib, ishqibozlikka ushlab tursak ham bo'ladi bular. Nomer 1 qilib, mana akalar haqiqatan nomer 1 buqalar. Bunaqasi bo'lmagan. Akalar gap yo'q. Mana Xorazmdan, Samarqanddan, Qashqadaryo, Buxoro, qayerdan bo'lsa, qassob akalar bo'lsa, tanish qassob akalar bo'lsa, padalitsa qilib jo'natib qo'yinglar. Akalari to'g'risi murosaga ko'nadigan yaxshi insonlar ekan. Gaplashib, odamni shunday gaplashganda bilasiz-ku, mana kelib ustida gaplashsangiz ish bitadi ekan. O kara bo'lib ketdi-ku, ha. Bularni men shunisiga qo'yib qoldim, bo'yi uncha o'smaydi ekanda, ha. Faqat eniga to'radi ekan. Bir yurgizdiray ekan. Bitta shoqi bordan bor ekan. Shoqim endi shunday yo'qib ketgan ekan. Mana akalar. Havasga boqib qo'yibsizlar, qo'yib. Bizni katta boshlig'imizni hobbilari, qiziqarlar shu hayvonga. Bu ikki mahalliy rejimda bo'lsa, men pastgan oltita o'ti yemi turadimi? Yo'q, ikki mahalli shu. Ikki mahal qaraysa. Ha, ertalab kechda. Quyosh taftidan bahramand olib mana shu yerda yurib semirgan buqalar ekanda. Toza havoda. Ammo bo'yin sovoribdi, ko'z tegmasin. Akalar, mashalloh deb yozib qo'ysalaring, xursand bo'lardik. Imkon darajasida Telegram gruppalarga tarqatib, chorvada gruppalarga qassob akalar bo'lsa, kelib savdolashib olsa bo'laveradi. Endi bitta ham sotiladimi degan savolni ham berib qo'yaylik. Endi bozor kelishsa, xudo xolasa, bitta ham sotamiz. Endi baribir buni ishqibozlari kelib bitta olaman demasa kerak. Bu buqalarni ko'rgandan keyin kamida ikkita olaman deb olsa kerak. O'zimiz ham qani endi imkonimiz bo'lsa, ikkita olib o'rga tashab qo'ysa. Endi kelishamiz aka, bitta olganga ham baribir. Ha, hamma narsa iloji bor. Ularni bittasini ko'rsatib turgandan husnida zo'r. Mana aylanadigan, qashlaydigan narsalarni ham zo'r qilib qo'yibsizlar lekin. Malades. Keyinchi aka yurgizdirib yuboringchi. Telefon raqamlarini aytingchi aka. 93lik 270 0303. Telegram, WhatsApp bor-a? Ha, WhatsApp ochib qo'yamiz, WhatsApp yo'qdi bu. Xo'p, akalar manzil lokatsiyalarini aytasizlar, tashab beradi. Mana buqalarni ko'ringlar, yog'siz holatda semirgan. Yelkalarini bemalol 1 2 3 4 ta odam o'tirsa ko'taradigan darajada bo'libdi, ko'z tegmasin. Havasga boqib qo'yishdi mana. Buqalarning haqiqiy dumba sovorgan variantlaridan. Mana kattalarni qarang. Yurgizdiraylik aka. Go'zallikdan ozgina tomosha qilib bir bahra olaylik. Urishaman deyapti shekilli. Qarang, katta kengligini ham. Havas qildik akalar. Like-ni maksimal darajada bosib qo'yamiz akalar. Like degan. Mana shu. Mana shuni ko'ryapsiz. Eng asosiysi hammasi bitta ratsionda boqilgan, ha? Bir joyda turgan. Lekin ichida kichkinasi ham bor, kattasi ham bor. Ularga ukol qilingan? Ha, vaqtida ukollarni qilingan. Emlamalari pomli qilingan. Ha, pommi. Vaqtida shu ukolni qildirib, boshqasini qildirgan. Zo'r. Akalar sog'ligidan, yemoq, ichmog'idan hech haligi o'ylanib, ikkilanadigan holat emas ekan. Bemalol kelib naslga so'ragan akalar bo'lsa, naslga ham olsangiz bo'laveradi. Ichida naslboblari ko'p. Hammasi naslbobi. Endi bundaqa juda katta semizlaridan basu, yoshrog'idan olaman deganlarga ichida haligi Spartuni, mana bundaqa Spartuni formasi yaxshilaridan, mana bundaqa sakraydiganlaridan bor. Endi bundaqa o'ta semizlaridan olib naslga, lekin olsa zo'r bo'ladi-yu. Naslga endi sal ixchamrog'i bo'lsa, mana shunaqalardan terib kelsangiz ish bitadigan ekanda.
Gap yo'q. Manzilni endi sal orientirlari bilan o'zingiz tushuntirib qo'ying. Hop, manzilimiz Namangan aeroportidan 5-6 kilometr uzoqlikda, Yuksalish degan joyda, eski petitsiya fabrikani o'rnida. O'sha yerga kelasizlar, qolgan ma'lumotlari telefonda ham hozir bergan nomerimizda. Yana aytaman 93 270 0303. Shu nomerga aloqaga chiqsanglar, biz telefon qilib adreslari yaqinroq tushuntiramiz, xudo xolasa. Agar Telegramdan yozishsa, lokatsiyani tashlab beramiz. Eng kattasi mana shu ekanda bu qana. Manami yotgan, mana. Oldiga shuni borib olinglar. Mana odamni bo'yiga taqqoslab olinglar. Kichkina narsa emas-da. Sonini ozgina shu bir burchagida mana shu akamiz 70 kilo, 75 kilo akamiz yarmida qolib ketyapti. Qo'y. Arqadan kelib qolish yo'q deydi. Gap yo'q. Havas qildik. Hammani xonadonda o'zlari xohlagancha Angus xohlaganlarga Angus sementallardan to'lib tursin deya videolarga yakun yasaymiz. Akalar like bosib, shaxsiy fikrlarni yozib qo'yamiz. Chunki buqa boqish oson ish emas, lekin buqa boqqanga mana shunday qadriga yetib like bosib qo'ysangiz bo'laveradi. Siz ham shunaqa buqalardan ko'p boqingga xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Aka, kelarsiz. Xudo xolasa bozorlaringni bersin. Ikkala taraf qanoat qiladigan darajada kelishib, xudo xolasa sotiladi ekan. Akalar aytganiga hech kim sotmaydi. Bozor, savdo qilib, tortishib, talashib olaverasizlar. Hammaga omad.